Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi videomiz Uzum marketdagi tovar kartochkalaringizni Yandex marketdagi do'koningizga o'tkazish bo'yicha bo'ladi. Bu uchun biz Market Plus saytimizni ichiga kirib, Yandex marketdagi do'konimizni ulab olishimiz kerak bo'ladi. Albatta, bu bo'yicha ham alohida video bor. Pastda havolasini qoldirib ketamiz. Mahsulot kartochkasini o'tkazish uchun Yandex marketga do'konlar bo'limidan mahsulotlar bo'limiga o'tamiz, do'konimizni tanlaymiz va bundan oldin yetib ketadigan joylari bor sizlarga. Mahsulotni kartochkasini qaysi xarakteristikalari o'tishi mumkin, qaysi xarakteristikalari o'tmasligi mumkin. Agar mahsulotingiz arxiv bo'lmagan bo'lsa, перенос qilsa bo'ladi kartochkani. Agar bloklangan bo'lsa, перенос qilib bo'lmaydi. Asosiysi bloklanmagan yoki arxivlanmagan bo'lishi kerak bo'ladi. Mahsulotni o'tkazayotganda kartochkasini hamma kerakli bo'lgan ma'lumotlar o'tadi. Rasmlarigacha, bitta hamma SKUlarigacha, kerak bo'lsa ID raqami, SKU nomlarigacha hammasi bir xil bo'lib o'tadi. Shtrix kod nomerlarigacha bir xil bo'lib o'tadi. IKPU raqamlari, ya'ni MXIQ kod raqamlarigacha hammasi bir xil bo'lib o'tadi. Narxlar ham sinxronizatsiya bo'ladi. Mahsulot kartasini o'tkazish uchun bu yoqda mahsulotlar bo'limiga o'tib olamiz, do'konni tanlab olamiz va bu yerda sinxronlanmagan degan yozuv ko'rishingiz mumkin. Agar siz Yandexga hali o'tkazmagan bo'lsangiz bu kartochkani, sizga adashib ketmasligingiz uchun shunaqa сообщение status ko'rsatadi. Bu yoqda проверен degani bu mahsulotni moderatsiyadan o'tganligi, o'tmaganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Asosiysi bloklanmagan yoki arxivlangan bo'lishi kerak emas. Misol uchun shu kartochkani o'tkazamiz. Bu uchun biz o'tkazish knopkasini bosishimiz kerak bo'ladi va mahsulot kategoriyasini, turkumini tanlashimiz kerak bo'ladi. E'tibor berish kerak shu joyiga. Uzum market bilan Yandex marketdagi ba'zi bir toifalarning nomlari har xil bo'lishi mumkin. O'shanga e'tibor berib qo'yinglar. Keyingisi mahsulot turkumini tanlagandan keyin Yandexdagi kabinetingizni tanlaysiz va yuborish knopkasini bosamiz. Yuborish knopkasini bosganimizdan so'ng mahsulot haqida barcha ma'lumotlar bu yoqda chiqib keladi. Chap tarafda bu SKU bo'yicha barcha ma'lumotlar e'tibor berishingiz mumkin. Bu yoqda 45 mm prozrachniy rangini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda rozovый rangida berilgan. Bu yoqda tovari qora rangga qilib berilgan. Har bitta SKU bo'yicha ma'lumot bo'ladi. ID'si, SKUni ko'rishingiz mumkin. Bular ham hammasi o'tadi. Agar siz turkumni noto'g'ri tanlab qo'ygan bo'lsangiz, buni o'zgartirish uchun mana shu knopkani ustiga bosib turib, boshqatdan o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Keyingisi bu ma'lumotlarni hammasini bittaga to'ldirsangiz va yuborish knopkasini bossangiz, mana shu har bittasiga mana shu ma'lumotlar o'tgan bo'ladi. O'shanga shu joyi o'zida hammasini bittada to'ldirib qo'ygan maslahat beraman, chunki Yandexda har bitta SKUga alohida to'ldirib chiqish kerak bo'lib qoladi agar Yandex market ichidan qiladigan bo'lsangiz. Biz bo'lsa sizga buni bittada qilish imkoniyatini beramiz. Keyin bu yerda ko'rishingiz mumkin sozlash degan joyi bor. O'tkazishga tayyor degan status berib turibdi. Agar bu yerda sizda qizil yonib tursa yoki to'ldirish kerak bo'ladigan joy bo'ladi. Sozlash knopkasini bosganimizdan so'ng ko'rishingiz mumkin bu yerda modifikatsiya, material brasleti, razmer korpusini har bittasini yozib chiqsangiz ham bo'ladi. Endi misol sozlash knopkasini bosib turib, buni rangi prozrachniy. Bu yoqda misol uchun prozrachniy qilib qo'yilgan, серебристый deb ham yozib qo'ysam bo'ladi o'zim uchun. Серебристый deb yozaman. Va keyingisiga misol uchun Uzum marketda qanaqasiga berilgan bo'lsa, xuddi shu rangga bu yoqqa o'tadi, rozovый. Buni ham to'g'rilab chiqsangiz bo'ladi o'zingiz uchun. Rozovıyni misol uchun qizil qilmoqchi bo'lsangiz, qora bo'lsa, chorniy bo'lib o'zi o'tadi. Har bitta SKU bo'yicha ma'lumotlar o'zi o'tib boriladi. Bu yoqqa modifikatsiyasini qo'shib chiqsangiz bo'ladi. Alohida qilib qo'ygan yaxshiroq. Misol uchun bu yerda даже razmer korpusini 45 mm qilib yozadigan bo'lsak, qildim. Keyingisiga bu yoqda ham 45 qilishim mumkin, faqat iloji boricha boshqa kategoriya bo'ladigan bo'lsa, oyoq kiyim bo'ladigan bo'lsa, bu yerda razmer bo'ladigan bo'lsa, ularni ham yozib ketgan yaxshiroq. Lekin bu yerda 45 bo'lsa, millimetr bo'lsa va bu yoqda 45 mm bo'lsa, sizda xato bo'lishi mumkin. O'shanga iloji boricha har xil yozuvlarni qo'llashni maslahat bergan bo'lardim. Misol uchun 45 mm rus tilida yozib qo'yishim mumkin bo'ladi va bu yerda razmer korpusi 45 qilib yozib qo'yamiz. O'shanda har xil bo'lishi mumkin. Bir xil tekst qo'yish kerak emas, iloji boricha shu joyiga ham e'tibor beringlar. Keyin mana shu barcha ma'lumotlarni to'ldirib chiqishni tavsiya qilaman sizlarga. Vaqtinglarni tejash uchun
Chunki bu yoqda to'ldirilgan ma'lumotlar baribir to'g'ridan-to'g'ri Yandex.Marketda balli sistema bo'ladi. Kartochkangiz bo'yicha qancha ko'p to'ldirsangiz, shuncha ko'p ball olasiz. Ko'rishinglar mumkin, bu yerda sizlarda xato chiqishi mumkin. Bu xatoni to'g'rilasangiz bo'ladi bemalol. Asosan razmerli narsalarda SKUni ichida har xil xarakteristika bor narsalarda uchraydi. Asosiysi har bitta IDni, SKU IDni to'g'rilab chiqish kerak bo'ladi. Buni qilish oson. Исправить knopkasini bosamiz, настроить bosamiz, razmerni belgilaymiz. Xarakteristikani belgilaymiz. Hamma qizildagi joylarni to'g'rilab chiqamiz. Pastda mana bitta hattoki razmerli setka degan joyi bor, ko'rishinglar mumkin. Buni ham qolib ketgan joyi bo'lsa, har bittasini to'ldirib chiqish kerak bo'ladi. Agar qaysidir bo'limni qizil rang qolib ketsa, uni to'ldirib chiqish kerak bo'ladi. Bo'lmasam kartani yuborish knopkasi ko'rinmaydi va kartani o'tkaza olmay qolasiz. O'shanga har bitta to'ldirish majbur bo'lgan joylarni обязательно to'ldirib chiqishinglarni tavsiya qilaman. Ma'lumotlarni to'ldirganingizda shunaqa ko'rinishga keladi. O'zingiz yozib chiqsangiz bo'ladi yoki bu yerda bitta-bitta tanlab chiqsangiz bo'ladi. Har bitta xarakteristikani, misol uchun особенностьlarni ham bu yoqda har bittasini shu yerda bitta-bitta tanlasangiz bo'ladi. Ichida variantlari bor. To'ldirib chiqishingiz osonlashtirishi uchun. To'ldirib bo'lganingizdan keyin hammasini yuborish knopkasini bosamiz. Migration successful degan yozuv chiqdi. Bu degani o'tish muvaffaqiyatli bo'ldi. Keyin Yandexdagi do'koningizga o'tganingizda обновить qilib olasiz tovar degan joyini va bu yerda mana bizda paydo bo'ldi. Hamma ma'lumotlar sekin-sekin rasmlari yuklanyapti va bu e'tibor beringlar, rasmlar 3-4 minutdan keyin tayyor bo'ladi. Chunki baribir Yandex.Marketda rasmni moderatsiyadan o'tkazishi bor va boshqa загрузка paytlari bo'ladi. O'shanga bittada chiqmaydi, sal kutasizlar rasm o'tishini. 2-3 minutda tayyor bo'ladi. E'tibor berishingiz mumkin, ozgina vaqt o'tgandan keyin barcha ma'lumotlar уже загрузка qilib bo'lindi. Endi bu yoqda bahosini ko'rishingiz mumkin. 76 ball 100 dan. Bu yerda 77 ball turibdi. Chunki o'zi rozovoy rangda ko'proq rasm qo'yilgandi o'zimdagi kartochkada. Rasmlaringiz qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Bu yerda ошибка chiqishi mumkin. Misol uchun вес товара не соответствует габаритам. Endi misol uchun o'zi marketda noto'g'ri gabarit gruppasini ko'rsatgan bo'lsangiz yoki noto'g'ri danni ko'rsatgan bo'lsangiz, shunaqa ошибка chiqadi, chunki hamma dannini o'zi marketdan oladi. E'tibor berishingiz mumkin, bu SKU nomi, bu tovar IDsi uzun marketdagi bilan bir xil ko'rishingiz mumkin. Ikkalasi sinxronizatsiya qilingan bo'ladi va boshqa ma'lumotlari bundoq qilib ustiga bosadigan bo'lsangiz, tovar kartochkasini ustiga bosadigan bo'lsangiz, hamma narsasi o'tgan bo'ladi. Tovaringiz rasmi, bu bitta SKU niki, e'tibor beringlar. Uzun bilan adashtirmanglar. IKPU ko'rishingiz mumkin, kodi, bu MIHIK kod hammasi o'tgan bo'ladi. Shtrix kod o'tgan bo'ladi. SKU ni shtrix kodi. Описание o'tgan bo'ladi. Gabarit ko'rishingiz mumkin. Uzun marketniki bilan bir xil. Siz qancha ko'rsatgan bo'lsangiz, uzunni xuddi shunaqasiga bu yoqqa o'tadi. E'tibor berishingiz mumkin. O'shanga gabaritda muammo bo'ladigan bo'lsa ko'rishingiz mumkin. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni o'zingiz ham qo'shib ketsangiz bo'ladi. E'tibor berishingiz mumkin. Nесколько variantov bo'lib turibdi. Ya'ni bunda tepada 3 xil rangligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bular hammasi bitta kartochkaga kiradi. Chunki uzun marketda bitta kartochkaning ichida 3 xil rang bo'lgan bo'lsa, bu hammasi bitta ID, bitta SKU nomi berilgan va misol uchun rozovoy rangida SKU IDsi, bu seri rangidagi SKU IDsi, bu qora rangidagi SKU IDsi bo'ladi. Hammasi uzun marketda bir xil qilib ko'chirilgan bo'ladi. Deyarli farqi bo'lmaydi. Sizning asosiy vazifangiz keyingisida qanaqadir ma'lumotlarni to'g'rilab qo'yish, qanaqadir ma'lumotlarni qo'shib qo'yish bo'ladi. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi.